Ma katak bilan, ma katak yaxsiz mana. Yaxsiz julib olib ketsam bo'ladi yoniga. Anikan ishida ina burun tushunjam baqqan Rangoltin degan qo'shqani baqqan katak bor. Osh kataklarning hammasi yaxsiz. Hozir kirib ko'rmas. Julib olib ketsam bo'ladi yoniga. Mana ma qo'shqa baqqan katak. Necha bo'lsa satqan buni? 25 ming koy naqd pul olganman. Naqd pul olgan. Hamda olib ketsa bo'ladi. Ama bir şeyden belki adam gelmeyecek. Aksiz birimiz özün oldu. Ma o'rinni topsak ko'ranglar. Ma bog'larni ko'rdinglar. Ma sharoitni ko'rdinglar. Chang'irlikda gap yo'q. Ma bağlardan bana saydaydı o. Ha. Ishidagi ma kataklarni ko'raman. Hammasi shunda. Tömegime chidab, fıstangime chidab, pulga chidab basan kataklar. Rangoltin bakka yemiş şu onu. Mush kataklarni hammani olib ketsang bo'ladi. Bo'lmasa bir şey ishlatsang bo'ladi. Andiki manchilik katakni ko'raman. Mana. Ma kataklarning hammasi yaxsiz jumami. Andiki da ishidimi bor, ambadimi bor. Buni ham yaxsiz deb qo'ysak, mushtalar yaxsiz qavshamiz deb o'ylab qolmanglar. Bu tushunjam burun Rangoltin degan qo'shqani baqqan otan shu. Bu ham da Rangoltin degan qo'shqa bo'lmag'achqa endi ijara olmoqchimda. Mishani 1 yil ijara olsanglar, ama kataklarning hammasi yaxsiz. Ijara doshqandan keyin foydalanmay qolib qolsanglar, kataklarning hammani ko'tarib olib ketsanglar bo'lardi. Bo'lardi. Hammasi müşkataklarning hammasi o'zgisi min bo'ladi. Ishidagi jankon hamma narsa bor. Ashuni tat ban olib ketsanglar bo'ldi. At tokna olib ketmaysizlar. Ana olib ketishga xijlab qolsizlar. Ma ishidagi kataklarni ko'raman. Mosh kataklar yaxsiz. Ish qilib, o'sha tamdan boshqa meni ishidagi katak naslini 1 yil ijaralab foydalangandan keyin u yerni olib ketib o'zim ishlatsam bo'ladi. Yoki pul satsam mayli bizga. To'g'ri. Shunday gap. Bu ijarani ham tushunjan Olma. Ani ko'ranglar. Ruxsat qo'yib ketgan jozi. Tushunja Aqtapan birodarlar mana bilsizlar. Burun mishadi Rangoltin degan qo'shqani baqab Nurg'un Dehqonchayev do'soniki qo'llarga silab qo'shqani baqqan qo'tanmi shu. Amir qo'tanni ijaraga ilish orqali bayan bizda o'tgan kataklarning hammini yaxsiz olib ketsang bo'ladi. Kataklarga ijara olmaydi. Soat qo'lda qolsinlar. Nishani ijara olgan banga. To'g'ri. 1 yil ijara o'tab, 1 yil foydalanib o'tab, keyin meni olib ketsang bo'lardi. Bo'ladi. 1 yil to'g'ri ijara qilib, musib qaslar ekan, ijlab qaslar. Bu yerning sharoitining kengligini ko'rib chiqdinglar. Nima ish qilsanglar bo'ladi? Qonunliq har qanday tijorat qilsanglar, mas'uliyat yutqayaba. Altıma çıkan çoğunluk. Altıma çıkıdı. Altıma çıkanda, müşkilemdeki ya ijara 1 yilda ijara qilayotgandan keyin ma jozi kataklarning hammasi yaxsiz. Ijarani to'shqandan keyin yo'nlab qo'ysang bo'lardi. Shu buni tushungan bilan aloqasizlar, tushunganni ijara olasizlar. Natijalar sana bo'lardi. Aloqash telefon numaramni deb tanlaysiz. Aloqash telefon numaram 131 50 44 77 11. 131 50 44 77 11.